Bugun biz ilohiy rahmat bilan insonlar azobi o'rtasidagi bir qiziqarli sirni birlikda echib boqamiz. O'ylab boqing, dastlabki mo'minlar eng dahshatli azobga uchraganda Alloh nima uchun rahmatni ko'proq ta'kidladi? Qur'onda mehribon ma'nosidagi Rahmon ismi dal 170 qatim tilga olingan. Qiziq yeri, bu ism Makkadagi qiyin qistoqlar palliga yetgan vahiyning 6-yili eng ko'p kelgan. Bunun sırrını bilish uchun Allah'ın mahiyeti bo'lgan Rahman bilan hareketi bo'lgan Rahimdan silishtirishimiz kerak. Eng muhimi, Rahman ismi tarbiyalaguchi ma'nosidagi Robb bilan zich bog'lanadi. Haqiqiy tarbiya rahmatdan keladi. Usta bir yog'ochchini o'ylan, uning kesishlari qo'pol ko'ringani bilan go'zal bir asar yaratishning birdan bir yo'li shu. Shuning o'xshash, bu azoblar Allohning tark etishi emas, mo'minlarni ulug' palliga yetkazadigan qattiq bir tarbiyadir. Maryam suresidagi payg'ambarlarga qaram, onlar tasavvura sig'maydigan en ağır, en dehşetli sınaklarını baştan geçirmiş. Xo'sh, bu sinovlar jazomidi? Yo'q, bu dal ularning ruhiy darajasini o'stiradigan ilohiy rahmatning ifodasi edi. Hamda bu logikani en oxirgi jazoga tatbiqlab ko'rayli. Jahannammi bir rahmat bo'lishi mumkinmi? Shunda, chunki u odalat o'rnatadi, ogohlantiradi, ruhni poklaydi va bizni yo'q bo'lib ketmasligimizga kabolatlik qiladi. Hatto eng oxirgi jazodami mavjud bo'lib turish mutlaq yo'qlikdan necha hassa ortiq ulug' rahmatdir. Undaqda bu ilohiy rahmat ichimizda qandoq namoyon bo'ldi? Albatta, qalbimizdagi Allohning uyi, vijdonimiz orqali. Aqlimiz faqat o'rgangan bilimlar bilan hisoblashsa, vijdonimiz shu tug'ma ilohiy rahmatga tayanib his qiladi. Bizim nishonimiz dal mushu. Rahmonni aks ettirish deganlik. Do'st va dushmanga o'xshashla shartsiz mehribonlik qilishdir. Shuna so'rab bag'ay. Hayot sinoqlarinizdan vijdoningizdan ilohiy rahmatning anikida aylantirishga bugun yo'l qo'yamsiz?